tuman markazida joylashgan binoyim bor. Orta o'sha sklada nima, o'ta tegirmon paxta tutish ish ketyapti. O'shani zavodga qo'ymoqchiman, lekin ko'zlagan summamga yetarmikan, zavodga olarmikan sizlarga? Qancha mos keladi? O'zi 8 million kerak, lekin 600 millionga ham agar qolsa yaxshi bo'ladi. Qarang, bu hamroh hayot yangi chiqqan produkt 20%dan 4 yilgacha, 12 oylik imtiyozli davr. 100 milliongacha garovsiz, 100 milliondan tepasi garov bilan chiqadi. Xo'p, siz 8 million olmoqchi bo'lsangiz, 700 millioniga garov berasiz. 700 millionni ham 30% ga. Ya'ni olgan summangiz 70% garov bilan 30% garovsiz chiqadi. Evet. 70% garovsiz, 30% garov bilan chiqadi. Binoingiz borib ko'riladi, agar ma'qul kelib to'g'ri keladigan bo'lsa chiqarsa bo'ladi, menimcha. O'ziga tegirmon bormi? Kredit maqsadini ham tushuntirib. Keyin kredit maqsadi, asosiy maqsad shu asosiy vosita sotib olish. Keyin chiqarayotgan pulingizni 15% ni maqsadsiz ishlatsangiz bo'ladi, o'z shotingizga tushirib, yechib bo'ladi. Shu nima maqsad kredit maqsadi? Qiziquvchilarga asosan shu nima deydi, moshlarni sortirovka qiladigan texnikada avvalgi bo'ladigan bo'lsa bo'ladi, faqat bu persilin orqali bo'ladi, ta'minlovchi firmani shotiga tushadi. O'z shotiga tushmaydi, o'sha yetkazib beruvchi firma bilan oldi-sotdi shartnoma qilasiz, shotiga tushadi. Asosiy talabi birinchi bizga kerak bo'ladigan o'sha kulich ochtirgansiz, kulichingiz, guvohnomangiz, joy ijara shartnomasi va kadastr o'zingizmi? U o'zimga qarashli, faqat o'zimga qarashli insonni nomida turadi. Nomida mulklarim ko'payib ketdi-da, ko'p narsa bo'lib ketdi, bir-biriga taqib o'rnab qolmasin degan maqsadda o'shaning uchun. 4 yillik ijara shartnoma qilasiz, o'shangiz bilan markazga skoringni o'tkazishga zaпрос jo'natiladi ekan. Skoringni o'tgandan keyin markaz yo'naltiradi o'qishga. Sertifikat olganingizdan keyin 3 ish kunida chiqariladi. Bu ham xuddi 306 da boshida bilardinglar, o'qish bo'lardi. Sertifikat olasizlar, sertifikat olganingizdan keyin jarayon boshlanadi. O sertifikatda bitta oldingi uchtasini kirgazib, skoringni o'tmaydi. 90+, 60+ degan reyting bor. O'sha firmani tekshiriladimi yo firmani ham rahbarga ko'radi. O'shani hisobini olinadi. Va birinchi navbatda firmani ko'rgan bilan baribir ham bankdan kredit chiqarganda rahbar ham baribir ko'radi. Oxirgi necha yilligini ko'radi? Oxirgi 5 yillik ko'radi. 90+siz oxirgi 2 yillik ko'radi. 60 dan 90 gacha 2 haftadan ko'p o'tgan bo'lsa bo'lmaydi. 60 kundan oshirilgan, 90 kundan oshmagan qarzdorlik bo'ladi. Shundan 2 martadan ko'p bo'lsa, 2 martagacha mumkin. 30+siz 10 ta.